Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Bu video sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz, ya'ni keksa avlodimiz hayoti va moliyaviy xavfsizligi haqida. Oxirgi paytlarda juda ko'p hollarda bizning yoshi ulug'larimiz o'zlarining yillar davomida yiqqan jamg'armalarini, pensiyalarni firibgarlarga aldash orqali o'tayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu nafaqat ularning modda ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda dolzarb va shoshilinchdir. Chunki bu ertaga sizning yaqinlaringiz bilan sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, bu videoni boshdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq ushbu kanalga obuna bo'lishni, videoga esa like bosishni unutmang. Bu video juda ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Keling, muammoning ildiziga bir nazar tashlaylik. Bir necha 10 yillar oldin firibgarlik ham qandaydir ma'noda soddaroq edi. Ko'pincha bu to'g'ridan to'g'ri yolg'on, tovarlarni aldash orqali sotish yoki qo'lga tushgan qarindosh haqidagi klassik telefon qo'ng'iroqlari kabi holatlarda namoyon bo'lardi. Odamlar bir-birini shaxsan tanigan. Ijtimoiy aloqalar kuchli bo'lgan joylarda firibgarlar uchun harakat qilish maydoni ancha cheklangan edi. Keksa avlod vakillari bankka borib naqd pul olardi, hisob-kitoblar ham asosan naqd pulda edi. Ular internet, onlayn xizmatlar, mobil ilovalar kabi tushunchalardan uzoqroq edilar va shu sababli firibgarlarning yangi turdagi xurujlarga kamroq duch kelishardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Biz raqamli asrda yashayapmiz va firibgarlar ham texnologiyaning eng so'nggi yutuqlaridan foydalanmoqda. Endi ular shaxsan ko'rishga hojat sezmaydi. Sizning qo'lingizdagi smartfon orqali sizning eshigingizga kelmay turib ham sizni aldashga qodir. Bu o'zgarishlar ayniqsa bizning ota-onalarimiz, bobo-buvlarimiz uchun katta xavf tug'dirmoqda. Chunki ular yangi texnologiyalarga, internet va mobil ilovalarning murakkabligiga ko'nikmagan, ularning ishlash mexanizmini to'liq tushunmaydilar. Firibgarlar aynan shu zaif nuqtadan foydalanishadi. Ular nafaqat texnik jihatdan murakkab usullarni qo'llaydi, balki psixologik bo'lsin, qo'rqitish, ishonchni suiiste'mol qilish, yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiya kabi insoniy zaifliklarga ham zo'r beradi. Ular bank xodimi, huquqni muhofaza qilish organi xodimi, ijtimoiy ta'minot bo'limi mutaxassisi niqobi ostida qo'ng'iroq qilishi, xabar yuborishi yoki hatto eshigingizni taqillatishi mumkin. Eng achinarlisi, bu yangi turdagi firibgarliklar shu qadar mohirlik bilan tashkil etilgan bo'ladiki, hatto yosh texnologiyadan xabardor insonlar ham aldanib qolishi mumkin. Shuning uchun bu mavzuni chuqur tahlil qilishimiz shart. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qanday firibgarlik sxemalari mavjud va nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar ayniqsa xavf ostida va kimlar nisbatan xavfsizroq bo'lishi mumkin? Birinchidan, shuni ta'kidlashni istardimki, har qanday yoshdagi odam firibgarlik qurboni bo'lishi mumkin. Ammo keksa yoshdagilar o'ziga xos sabablar tufayli ko'proq nishonga aylanadi. Bularga texnologiyadan bexabarlik, yuqori ishonch, yolg'izlik hissi va moliyaviy muammolardan qo'rqish kabi omillar kiradi. Keling, eng keng tarqalgan firibgarlik turlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu telefon firibgarligi. Bu eng qadimiy, ammo zamonaviy variantlari bilan hamon dolzarb bo'lib qolayotgan usuldir. Qarindoshingiz og'ir ahvolda sxemasi. Bu klassik variant bo'lib, firibgar o'zini politsiya xodimi, shifokor yoki hatto sizning yaqiningizdek qilib tanishtiradi. Toshkentda yashovchi 75 yoshli Mohira buvi nabirasi Alisher yo'l transport hodisasiga uchradi. Qamoqqa olinishini oldini olish uchun tez pul kerak degan qo'ng'iroqqa ishonib, 1 million so'm nafaqa pulidan ayrilgan. Firibgarlar ushbu sxemadan foydalanib, odamlarning qo'rquv va tashvish hislariga o'ynashadi. Ularni tezda harakat qilishga majburlash uchun vaqt bosimini qo'llaydilar. Bank xavfsizlik xizmati sxemasi. Firibgar o'zini bank xodimi deb tanishtirib, sizning hisobingizdan shubhali operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Pulingizni himoya qilish uchun uni xavfsiz hisob raqamiga o'tkazish kerak yoki kartangizning muddati tugamoqda kabi gaplar bilan sizdan PIN kod yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'raydi. Namanganlik 68 yoshli Ahmad akadan Agrobank xavfsizlik xizmati xodimi niqobida uning plastik kartasidan Rossiyaga pul o'tkazilayotganini aytib, SMS kodini so'raganlar va Ahmad aka kodni aytgach, kartasidagi 7 million so'm puli yo'qolgan. Eslab qoling, bank xodimlari hech qachon sizdan PIN kod, to'liq karta raqami, CVV kodlari yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini so'ramaydi. Pensiya islohoti yoki ijtimoiy imtiyozlar sxemasi.
Firibgarlar o'zini pensiya fondi yoki ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi sifatida ko'rsatadi. Ular sizga go'yoki yangi pensiya islohoti, qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar taklif qilishadi. Buning uchun sizdan shaxsiy ma'lumotlarni berishingizni, pasport seriyasi, bank hisob raqami yoki kichik komissiya to'lashingizni so'rashadi. Farg'onada Taksim yoshli Qurbongul xola 3 million so'm qo'shimcha to'lov va'dasi bilan mobil bankingga kirib, firibgarlarga o'z kartasi ustidan to'liq nazoratni bergan va pulidan ayrilgan. 2. Onlayn firibgarlik, phishing va yolg'on saytlar. Internetdan foydalanadigan keksa yoshdagilar uchun bu katta xavfdir. Yolg'on havolalar va saytlar. Firibgarlar sizga SMS, messenjerlar yoki elektron pochta orqali yoki bank, davlat xizmatlari portali yoki yirik do'konlarning rasmiy saytlariga o'xshash havolalar yuborishadi. Samarqandlik eski yoshli Odil aka davlat xizmatlari portalidan kelgan soxta SMS ga ishonib, havolaga o'tib, pasport va bank kartasi ma'lumotlarini kiritgan va 5 million so'miga aldanib qolgan. Har doim sayt manzilini URL tekshiring. Rasmiy saytlar odatda HTTPS bilan boshlanadi va domenni diqqat bilan o'qing. Investitsion firibgarlik. Bu turdagi firibgarlar keksa yoshli odamlarga tez va yuqori daromadli investitsiya loyihalarini taklif qilishadi. Bu ko'pincha piramida sxemasi bo'lib chiqadi. Buxoroda 65 yoshli Gulnora xola har oyda aman kunlik daromad va'da qilingan. Loyihaga 50 million so'm pul tikkan. Dastlab o'zgina daromad olib, ishonchi oshgan. Keyin esa barcha puldan ayrilgan. Eshik firibgarlik, agressiv savdo va yolg'on xizmatlar. Yolg'onchi kommunal xizmat xodimlari, firibgarlar o'zlarini gaz, elektr, suv ta'minoti yoki uy-joy kommunal xizmatlari xodimlari deb tanishtirib, uyingizga kirishga harakat qilishadi. Toshkentning Sargeli tumanida 8 yoshli Anvar boboning eshigini taqillatgan 2 kishi o'zlarini gaz xizmati xodimlari deb tanishtirib, gaz hisoblagichingiz eskirgan degan bahona bilan uyga kirib, uni chalg'itib, 1 million so'm naqd puli va pensiya kartasini o'g'irlab ketishgan. Har doim xizmat xodimlarining guvohnomasini sinchkovlik bilan tekshiring va ularning tashkilotiga qo'ng'iroq qilib kelishini tasdiqlab oling. Soxta mahsulotlar va xizmatlar. Bu firibgarlar uyingizga kelib, go'yoki juda foydali, arzon narxdagi dorilar, sog'liqni saqlash uskunalari yoki massajyorlar taklif qilishadi. Ular ko'pincha keksa odamlarning sog'ligiga oid tashvishlardan foydalanishadi. Natijada katta pullarga sifatsiz yoki umuman samarasiz mahsulotlar sotib olinadi. Kimlar ayniqsa xavf ostida? Texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan. Internet va smartfonlar bilan kam ishlaydigan keksa yoshdagilar, yolg'iz yashovchi keksa yoshdagilar, ular ko'pincha muloqotga tashna bo'ladi. Ishonuvchan va odamlarga tez ishonadigan shaxslar, yaqinlari bilan aloqa kam bo'lganlar, kimlar nisbatan xavfsizroq bo'lishi mumkin? Texnologiyadan xabardor, internet va mobil bankingdan foydalana oladigan keksa yoshdagilar. O'z atrofida ishonchli oila a'zolari, farzandlar, nabiralar yoki do'stlari bo'lganlar. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlar skeptik munosabatda bo'ladigan shaxslar. Moliyaviy va huquqiy savodxonligi yuqori bo'lganlar. Lekin shuni unutmangki, firibgarlar doim yangi usullarni o'ylab topishadi va har qanday odam ularning qurboni bo'lishi mumkin. Shuning uchun hushyorlikni hech qachon yo'qotmaslik kerak. Endi esa ba'zi bir noaniq nuanslar, tuzoqlar va istisnolar haqida gaplashamiz. Ba'zida biz o'ta ehtiyotkor bo'lib, haqiqiy xizmatlarni ham firibgarlik deb o'ylashimiz mumkin. Yoki aksincha juda ishonuvchan bo'lib, murakkab tuzoqlarga tushib qolishimiz mumkin. Istisnolar va ularni farqlash. Banklar yoki davlat idoralaridan haqiqiy qo'ng'iroqlar kelishi mumkin. Ammo ular hech qachon sizdan plastik kartaning to'liq 16 xonali raqamini, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali CVV/CVC kodini, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini yoki PIN kodingizni so'ramaydi. Agar shunday so'rov bo'lsa, qo'ng'iroqni darhol tugating. Shubha tug'ilsa, qo'ng'iroq qilgan raqamga emas, balki bankning rasmiy ishonch telefoniga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Davlat idoralari ham shaxsiy ma'lumotlarni telefon orqali yoki shaxsiy kabinetga kirish kodlarini so'ramaydi. Rasmiy jarayonlar uchun sizni idoraga taklif qilishadi yoki rasmiy xat yuborishadi. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. Biri hissiy manipulyatsiya, firibgarlar inson psixologiyasini juda yaxshi bilishadi. Qo'rquv, qarindoshingiz qamaladi yoki pul hisobingiz xavf ostida kabi holatlar aynan qo'rquvga asoslanadi. Qo'rqqan odam mantiqiy fikrlashni yo'qotadi. Ochko'zlik va oson daromad va'dasi tez boyib ketish. Katta foizlar kabi va'dalar moliyaviy ahvoli
unchalik yaxshi bo'lmagan keksa yoshdagilar uchun juda jozibador bo'lishi mumkin. Yolg'izlik va g'amxo'rlik tuyg'usi firibgarlar yolg'iz keksa yoshdagilar bilan muntazam suhbatlashib, ularning ishonchiga kiradi va keyinchalik shoshilinch yordam bahonasida pul undirishadi. Bu juda ayyorona va xavfli usul. 2. Chuqur soxtalashtirish, deepfake va sun'iy intellekt AI orqali ovoz klonlash hozircha keng tarqalmagan bo'lsa-da, kelajakda katta xavf tug'dirishi mumkin. Agar tanish ovozdan g'alati talablar kelayotgan bo'lsa, xotirjamlikni saqlab, qo'shimcha tasdiqlash uchun boshqa aloqa vositasi orqali uning o'ziga bog'lanishga harakat qiling. 3. Yashirin xavflar. Ikki doiradagi xavflar. Ba'zan firibgarlik yaqin atrofimizdagi ishonchli insonlar tomonidan ham sodir bo'lishi mumkin. Parvarishlovchilar, qo'shnilar, uzoq qarindoshlar. Yaqinlaringizni moliyaviy masalalarda kimlar bilan muloqot qilayotganini kuzatib boring. Ochiq Wi-Fi tarmoqlari jamoat joylaridagi bepul Wi-Fi himoyalanmagan bo'lishi mumkin. Bu tarmoqlar orqali mobil banking yoki shaxsiy ma'lumotlarni kiritish juda xavflidir. Har doim ishonchli shaxsiy mobil internetingizdan foydalaning. Firibgarlar oldindan tayyorgarlik ko'rishadi. Firibgarlar ochiq manbalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali sizning yashash manzilingiz, ismingiz, oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlarni to'plashadi. Ular bu ma'lumotlardan sizga ishonchliroq tuyulish uchun foydalanishadi. 5. Oilaviy muloqotning yo'qligi. Keksa yoshdagilar ko'pincha o'z muammolari yoki shubhali vaziyatlar haqida farzandlari yoki nabiralari bilan bo'lishishga uyalishadi. Bu firibgarlar uchun eng qulay vaziyatdir. Oilada moliyaviy xavfsizlik masalasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish juda muhim. Bu aniq jihatlarni tushunish sizni va yaqinlaringizni xavfsizlikda saqlashga yordam beradi. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Qanday qilib o'zimizni va yaqinlarimizni himoya qilishimiz mumkin? Mana siz uchun bir nechta aniq va amaliy tavsiyalar. 1. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlarni bermang. Bank kartangizning PIN kodi, to'liq raqami, CVV kodi, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlari, login va parollarni hech kimga, hatto o'zini bank xodimi yoki davlat idorasi vakili deb tanishtirgan shaxslarga aytmang. Banklar va davlat idoralari bu ma'lumotlarni sizdan hech qachon telefon orqali so'ramaydi. Qo'ng'iroqlarni tekshiring. Agar sizga bankdan, politsiyadan, pensiya jamg'armasidan yoki boshqa davlat idorasidan shubhali qo'ng'iroq kelsa, darhol qo'ng'iroqni tugating. Keyin kartangiz orqasidagi yoki tashkilotning rasmiy veb-saytidagi ishonch telefoniga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Firibgarlar bergan raqamga emas, o'ta shubhali takliflarga ishonmang. Tez boyitaman, katta daromad, arzon kredit yoki bepul mahsulotlar kabi takliflarga shubha bilan qarang. Hayotda oson pul topilmaydi. Agar biror narsa haqiqat bo'lish uchun juda yaxshi bo'lib tuyulsa, demak u yolg'on bo'lish ehtimoli yuqori. 4. Onlayn xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. Shubhali havolarga kirmang. Notanish manbalardan kelgan SMS, elektron pochta yoki messenjerlardagi havolalarga mutlaqo bosing. Web saytlarning manzilini tekshiring. Brauzer satrida HTTPS mavjudligiga va sayt nomining to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Kuchli va noyob parollardan foydalaning. Har bir xizmat uchun har xil parol o'ylab toping va ularni tez-tez o'zgartirib turing. 2 faktorli autentifikatsiyani yo'qing. Bu sizning hisobingizga kirishni 2 bosqichli qiladi va xavfsizlikni oshiradi. 5. Yaqinlaringiz bilan gaplashing. Ota-onangiz va bobo-buvlaringiz bilan bu mavzuda ochiq gaplashing. Ularga firibgarlik sxemalarini tushuntiring. Shubhali holatlar haqida sizga xabar berishni so'rang. Ularga hech qachon uyalmasliklari kerakligini ta'kidlang. Ularning har qanday savoliga javob berishga tayyor ekanligingizni bildiring. Har bir oilada bu borada suhbatlar o'tkazish juda muhim. 6. Bank hisob raqamlaringizni muntazam tekshiring. Mobil ilovalar orqali yoki bankomatdan chek olib, o'z hisobingizdagi operatsiyalarni nazorat qilib boring. Agar shubhali operatsiyani sezsangiz, darhol bankka murojaat qiling. 7. Xavfsizlik dasturlarini o'rnating. Smartfon va kompyuterlaringizga ishonchli antivirus dasturlarini o'rnating va ularni muntazam yangilab turing. 8. Shubhali odamlarni uyingizga kiritmang. Agar kommunal xizmat xodimlari yoki boshqa tashkilot vakillari kelgan bo'lsa, ularning guvohnomasini so'rang va tashkilotning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qilib ularning kelganini tasdiqlab oling. Agar ular shoshiltirayotgan bo'lsa, bu shubhali. 9. Firibgarlik holatlari haqida xabar bering. Agar siz yoki yaqinlaringiz firibgarlik qurboni bo'lsa, darhol huquqni muhofaza qilish organlariga, politsiya va bankka murojaat qiling.
har bir xabar berish firibgarlarining keyingi harakatlarini to'xtatishga yordam beradi. Bu oddiy qoidalar sizning va oilangizning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda juda muhimdir. Aziz do'stlar, bugungi videoda biz keksa avlodimiz duch kelishi mumkin bo'lgan firibgarlikning eng keng tarqalgan turlarini ko'rib chiqdik va ulardan qanday himoyalanish bo'yicha aniq tavsiyalar berdik. Unutmangki, bu nafaqat moliyaviy, balki ruhiy sog'lik masalasidir. Yaqinlaringiz bilan doim aloqada bo'ling. Ularni tinglang va har qanday shubhali holatda ularga yordam berishga tayyor turing. Ushbu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazing. Sizningcha, keksa yoshdagilarni firibgarlikdan himoya qilish uchun yana qanday choralar ko'rishimiz mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Zero birgalikda biz qanchalik ko'p odamni ogohlantira olsak, firibgarlarning ishi shunchalik qiyinlashadi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.